Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, aziz do'stlar. Mana bugungi mavzumiz dehqonchilikka oid bo'ladi. Mana ko'rib turgan dalalaringizda mana shuncha 3 gektarda qovun ekish jarayonlari o'z nihoyasiga yetyapti. Dakar navli qovun navlari ekilyapti. Bu joyimiz Surxondaryo viloyati Angor tumani Kattaqum mahallasida, mana shu joyda 3 gektar joyda Dakar navli qovunlarimiz ekilyapti. Bir qator mana shu Dakar navli qovunlarimizni qanday ekilish tartibi, qancha oralikda ekiladi, qanaqa dorilar beriladi, qanday usulda ekiladi, hammasini to'liq sizlarga tushuntirib obzorini qilib beramiz. Va bu sotilgungacha bo'lgan, sotishgacha bo'lgan jarayonlarni sizlarga qo'yib boramiz. Buning uchun bizga obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'ysalaringiz, videoni o'tkazib yubormaysiz, doim kuzatib borasizlar. Mana do'stlar, bu bizni qovun ko'chatlarimiz 40 kunda tayyor bo'lgan, mana shunday holatga kelgan. Mana shu ko'chatlar hozir ekilyapti. Mana 40 kun davomida tayyor bo'lgan ko'chatlarimiz. Mana shularni hozir ekish jarayonlarini bir qator dehqon opalardan so'rab olamiz. Mana bu qovun ko'chatlarimiz, mana shu qovun ko'chatlar 35-40 kun davomida tayyor bo'lgan qovun ko'chatlarni dalaga olib borib o'tkazyapmiz. Mana juda ham sog'lom, ajoyib. Bu ko'chatlar bizdan olingan biogomusga qilingan ko'chatlar. Mana shunday biogomuslarga biogomus doktor brendi ostida ishlab chiqarilayotgan biogomusga qilingan qovun ko'chatlarimiz. O'zingiz ko'rib bir baho berasiz. Albatta bizdan sifatli biogomuslarni olishingiz mumkin. Xo'sh. Bu qovun ko'chatlarimiz hozir Dakar navli qovun ko'chatlar oldingisi edi. Bu hozir aeroport navli qovun ko'chatlarimiz. Mana 2 xil qovun ekilyapti. Mana do'stlar, mana shu 4 gektarlik qovun dalamiz. Mana 8-martdan boshlab ekilib boshlandi. Mana shu qovun ko'chatlar. Mana qovun ko'chatlarning ko'chat orasi 60-70 santimetrdan, agatdan agat orasi 4 metr 5 metrgacha qilib ekiladi. Mana shunday holatda Surxondaryo viloyatida ancha kunlar issiq bo'lganligi sababli mana shu mart oyidan ekinlar boshlanadi. Bu dalamizni oxirigacha qovun pishib yetilguncha, sotilguncha biz mana shunday videolar tayyorlab boramiz. Albatta kuzatib borasizlar. Qanaqa dorilar beriladi, qanaqa ishlovlar beriladi, ustilari qachon ochiladi, barchasini biz sizlarga video qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Buning evaziga sizlar bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, o'z fikr va mulohazalaringizni bildirishlaringiz mumkin do'stlar. Mana bu yerda esa mana e'tibor berib qarangizlar, qizlarimiz biogomus solib, har bir palakdagi chuqurchasiga bir chimdimdan biogomus solib ishlatyapti. Bu juda ham yaxshi, foydali. Qovun ko'chatdan stressdan chiqishi, namlikni yaxshi saqlash uchun juda ham foydali hisoblanadi. Shuning uchun har bir insonga organik dehqonchilik biogomus solishni tavsiya qilamiz. Mana bu tayyor bo'lgan ko'chatlarimiz. Mana biogomusga bo'lgan ko'chatlar. Mana tayyor yetilgan ko'chatlar. Buni navi dagara 70 kunda pishib yetiladi.
Mana ekadigan joyimizga mana tagiga biogaz dorilari berilgan. Mana biogaz beramiz. Mana ekilish jarayoni. Mana biogazimizni namlantirish uchun ozroq suv quyamiz. Mana ko'chatlarimizni salafandan chiqarib, mana tayyor, mana biogazimizni ustiga qo'yamiz. Mana ekilish jarayonida ham biogaz ishlatamiz, mana atrofiga ozroq. Keyin qolganiga nam to'proq. Mana ekilish jarayoni. Mana ozroq suv quyib, mana ko'chatlarimizni joylashtiramiz. Mana biogazimizni atrofiga ozroq quyib, ustiga nam to'proq. Manaki. Eksport bo'ladigan qovun dagara 70 kunda tayyor bo'ladi. Xudo xolasa, nasib bo'lsa. Mana bu yerda endi plyonkasini yopish jarayoni har bir simni orasi 1,5-2 metrdan qilib tashlangan oralari. Mana shunday qilib, chiroyli qilib plyonkalarni yopib chiqiladi. 2 qavat plyonka bu. Issiqlikni juda yaxshi saqlaydi. Mana tagidagi plyonka esa o'tlardan himoya qiladi. Xuddi mana shunday qilib yopib chiqiladi. Shamol uchirib ketmaydigan qilib yaxshilab yopish kerak. Mana oddiy usul. Bu issiqlikni yaxshi berganligi evaziga tezroq yetilib pishadi qovunlarimiz. Do'stlar, mana hozir qovun poliyamizni, qovun dalamizni ham chiroyli qilib videoga olib nima qilib berdik. Keyingi videolarimiz chiqishini albatta kutingizlar. Buning uchun kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga a'zo bo'lib like tugmasini bosib tursangiz juda ham xursand bo'lardik. Keyingi mavzumiz bizniki tarvuz ko'chatlarini ekish jarayoni bo'ladi. Buni sizlarga ko'rsatib boramiz. Tarvuz ekish jarayonlarini ham albatta kuzatasizlar degan umiddaman. Kimgadir qiziq bo'lishi mumkin. Azizlar, agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, unchalik ham yaxshi gapira olmaymiz. Shuni iloji boricha mana hammaga foydali bo'lsin degan maqsadda mana shunday video qilib qishloq xo'jaligini yoritib berishga harakat qilmoqdamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lingizlar.